O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-mart kuni maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi PF51-sonli farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonga muvofiq tuman, shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlari huzuridagi maxsus ta'mirlash ekspluatatsiya xizmatlaridan 810 ta shtat birliklarini maqbullashtirish hisobidan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning hududiy va tuman shahar bo'linmalari jami boshqaruv xodimlarining umumiy cheklangan soni 5002 taga yetkaziladi. Farmonga ko'ra, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, uning tizimidagi agentlik hamda markazlar, hududiy va tuman shahar bo'linmalari xodimlarining ko'p yillik xizmati uchun rag'batlantirish tizimi joriy etiladi. 2025-yil 1-sentyabrdan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktori lavozimining bazaviy tarif stavkasi 20% ga, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlari lavozimining bazaviy tarif stavkalari esa 15% ga. Birinchi va ikkinchi guruhga kiruvchi maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori lavozimlarining bazaviy tarif stavkalari tegishlicha 3 va 4 guruhdagi umumiy o'rta ta'lim tashkiloti direktor o'rinbosari lavozimining bazaviy tarif stavkalariga tenglashish orqali oshiriladi. 2026-yil 1-yanvardan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining direktor jamg'armasi mablag'lari hisobidan direktor va uning o'rinbosarlariga faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlari, ya'ni KPI natijasiga ko'ra bazaviy tarif stavkalariga nisbatan tegishlicha 20 va 10% miqdorda har oylik ustamalar belgilanadi.